Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borayotgan hamyurtlar, hammanglarga sog'lik, omonlik, sihat, salomatlik tilagan holda bugungi mavzuyimizni boshlaymiz. Mana yurtimizda juda ko'p islohotlar olib borilyapti. Bu ham bo'lsa hammasi mana shu xalqi, fuqarolari turmush tarzini yaxshilantirish, turmush farovonligini ta'minlash. Asosiy maqsad shu. Xo'p, odamlarni turmush tarzini, yashash farovonligini yaxshilantirishda juda ko'p ishlar qilish mumkin. Aytaylik, bu o'rinda birinchi o'rinda nazarda tutiladigan narsa odamlarni ish bilan ta'minlash. Bo'lganda ham yaxshi oylik bo'lishi kerak. $500, $600, $800, $1000 undan yuqori. Lekin bu ham oson narsa emas. Tem bo'ldi aholi soni juda katta tezlikda oshib borayotgan jamiyat uchun unchalik oson bo'lmaydi. Xo'p. Ish o'rinlarini yaratish, odamlarni ish bilan ta'minlash, yaxshi oylik, yaxshi daromad bilan ta'minlash judayam katta masala. Endi xuddi shu o'rinda odamlarni ish o'rinlari bilan ta'minlash, odamlarning turmush tarzini yaxshilantirishga harakat qilish asnosida ularga yana qanday yordam berish mumkin? Agar yaxshi ish, yaxshi daromad bilan ta'minlash imkoniyatlari yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, odamlarga mana shu yashash tarzi, turmush tarzini yaxshilantirishda ularni ehtiyojlarini, aytaylik, odamda pul topishdan maqsad uni zaruriy ehtiyojlarga sarflash. Endi ana shu zaruriy ehtiyojlar nimalardan iborat? Oziq-ovqat, yeb-ichish, tirikchilik, kiyim-kechak, uy-joy, to'y tantana, mashina, shular asosan endi odamni moliyaviy tomonlari shular endi. Shular ichida shu odamlar tomonidan eng ko'p xarajat qilinadigan yo'nalishlarga yordam bersangiz, ana shu narsalarga erishishlikni arzon, qulay, oson qilib qo'ysangiz, odamlarda tabiiy ravishda katta pul topishlik uchun chiranishlik, o'zini o'tga cho'qqa urib, Rossiyaga borib, Germaniyaga borib, Amerikaga borib yurishiga ehtiyoj qolmaydi. Mana masalan, odamni mana shu hayotda yasharkan odamlarni eng katta xarajatlari, umri davomida qiladigan eng katta rasxodlaridan biri birinchi очередda uy-joy qurish, uy-joyga ega bo'lish. Mana ilgarilari yer uchastkalari bo'lib berilardi. Xohlagan odam olib
bitta uy qurib, kirib yashab, keyin yana yoniga uy solib, yana yashab davom ettirib ketaverardi. Endi uchastka berish to'xtatildi. Dom qurish masalasi faollashdi. Buni ham o'ziga yarasha yaxshi tomonlari bor, plus tomonlari ham bor, minus tomonlari ham bor. Domda yashashga aholini juda katta qismi hali o'rganmagan. Bu bitta minus tomoni. Domda yashashni hali beri xohlamaydi ko'pchilik. Keyin domlari ham narxi bundoq o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, unchalik arzon emas. Domlari narxi ham normalni qimmat. Ana shu yashayotgan odamlarni aytaylik, juda katta qismi to'g'ridan to'g'ri sotib ola olmaydi. Ipoteka qilib, qarz qavala qilib, boshqa qilib olishi mumkin. Juda katta qiyinchilik, juda katta mashaqqat evaziga uy-joyga ega bo'ladi. Endi xuddi shu o'rinda aytaylik, bitta dom olib kirib yashash uchun bitta uyga ehtiyojli bo'lgan oila, kichikroq yoki o'rta oila bitta dom olib yashashi uchun o'rtacha, undan arzon variantlari ham bor, undan qimmat variantlari ham bor. O'rtacha 30 ming, 40 ming dollar pul kerak. 30 ming, 40 ming dollar pul kerak. Endi u pulni oddiy bir oila ishlab topishi uchun juda ko'p yillar kerak bo'ladi. Oyiga 1000 dollardan topayotgan odam, masalan, bir yilda 12 ming dollar topsa, o'sha 12 ming dollar pulidan agar eplab yaxshi iqtisod qilib, joy-joyiga qo'yib sarflab, ortiqcha sarf-xarajat qilmasdan pul yig'sa agar 4 ming, 5 ming dollarini kassa qila olishi mumkin. Tirikchiligi, yeb ichishi, sog'lik, salomatligi, kiyim-kechagi va boshqa ro'zg'or xarajatlaridan orttirib 4 ming, 5 ming dollar pul jamg'arishi mumkin. Xuddi shu tarzda pul jamg'arsa 10 yil atrofida vaqt ketadi. Bitta dom olishi uchun 10 yil atrofida vaqt ketadi. 1000 dollar daromad qilayotgan, 1000 dollar oyiga topayotgan odam. Endi ba'zi oilalar bor, 700 dollar daromad qiladi ba'zi odamlar. Ba'zi odamlar 300 dollar, 400 dollar, 500 dollar daromad qiladi. Ularga uy-joyga ega bo'lishi juda qiyin masala. 300 dollar, 400 dollar, 500 dollar pulni tirikchilikdan, ro'zg'ordan orttirib bir ish qilish juda qiyin masala, juda ham qiyin masala. Endi xuddi mana shu vaziyatda bitta xo'jalik yashash joyiga ega bo'lishlikni masalan 30 ming dollar, 40 ming dollar emas, balki 7 ming, 8 ming, 10 ming dollar qilib qo'yilsa, ana shu daromad darajasi pastroq bo'lgan xo'jaliklar, oilalar ham uyga ega bo'lishi nisbatan osonroq bo'ladi. Как будто bir odam 1000 dollar pul topib 10 yil, 15 yilda zo'rg'a bitta uy olyaptimi? 30 ming, 40 ming, 50 ming dollarga olyaptimi? Endi shu o'rinda arzon, ana shu sotib oladigan uyini arzonlashtirib qo'ysangiz, aytaylik 7 ming, 8 ming dollar, 10 ming dollar qilib qo'ysangiz, haligi odam osonroq uy sotib oladi. Kerak bo'lsa 2 ta uy sotib oladi. 1000 dollar daromad qilib 300-400 dollar kassa qila oladigan odam 10 yil davomida qilgan daromadiga 2 ta ham uy sotib olishi mumkin, bemalol. Endi mana bu 400 dollar, 500 dollar pul topadigan odam ham oz-moz qilib, amal taqal qilib 7 ming, 8 ming, 10 ming dollar atrofidagi uyni endi biror nima qilib sotib ola oladi. Bir odamni 1000 dollarlik ish bilan band qilib, unga 50 ming dollarga uy sotmang-ku.
umuman ish bilan band qilmagan holingizda unga 7 ming, 8 ming, 10 ming dollarga uy sotib olishga imkoniyat qilib bering. Bu borada loyihalar, ishlanmalar mavjud. Bu haqda batafsil aytib o'tamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.